İkinci hadis. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diqtanlağa İmam Nevevi Rahimullah'ın 40 hadisiga mütüver alimlerimizin bergen şerhilerini okup ötümüz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. İkinci hadis. Tercümesi Ömer İbni Hattab radiyallahu anhu'dan mındak rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olturgan bir günü tuyuksuzla Mescid-i Nebevi'ge natunuş bir kişi kirip geldi. O kelişken, üstü beşi huşpurak purap durattı. Onun kiyimleri ap-ak, çaç sakalları kapkar idi. O devirlerde seperden kegellerinin üstü beşini çang tozan kaplap tolumu hargın görünetti. Ama bu kişinin üstü beşi pak-pakiz, çıraylık idi. O seperden emdili kegen ademge okşumaydı. Lekin bu adam başka jaydan kelgen yo'lovchi bo'lmagan taqdirda sahabalarning hech qaysimi uni taniydigandek qilmaydi. Bu natunish adam Rasululloh alayhissalatu vassalamga yuzlanib turib, "Assalomu alaykum ey Muhammad" dedi. Rasululloh alayhissalatu vassalam uning salomiga javob qaytardi. "Ey odam, sana yaqinroq kelsam bo'lamdi ey Muhammad" deb so'radi. Rasululloh alayhissalatu vassalam yaqinroq kel dedi. Natunish odam Rasululloh alayhissalatu vassalamga yaqinlashdi. Ondan u yana yaqinlashishga ijozat so'radi. Rasululloh alayhissalatu vassalam uningga ruxsat berdi. U taki Rasululloh alayhissalatu vassalamning uduligi kelgunga qadar bu talabni bir qancha qitim takrorladi. Ondan u Rasululloh alayhissalatu vassalamga yuzlangan holda yerda o'ltirdi. Uning tizi Rasululloh alayhissalatu vassalamning tiziga tegib turadi. U qo'llarini Rasululloh alayhissalatu vassalamning yo'tisiga qo'ygan edi. Sahobalar bu notanish kishining Rasululloh alayhissalatu vassalamga xuddi ko'na tanishlardek qilgan muomalasiga hayron bo'ldi. Notanish kishi: "Ey Muhammad, bana İslam'dan haber bergin" degan. Rasululloh alayhissalatu vassalam javoban shundoq degan: "İslam degan birinchidan Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berishing. Ikkinchi, 5 vaqt namoz o'qishing. Uchinchi, zakat berishing. Dördüncü, Ramazan rozasını tutuşun. Beşinci, haremge berishga qodir bo'la olsang, haj qilishingdir." Natunish odam: "Agar men mushularni qiysam, musulmon bo'lamdim" deb so'ragan. Rasululloh alayhissalatu vassalam shundoq degan. Natunish odam: "Rost aytding" degan. Sahobalar uning o'zi savol so'rab, javobini o'zi tasdiqlaganligiga hayron bo'lishgan. Ondan natunish odam: "Bana iymondan xabar bergin" degan. Rasululloh alayhissalatu vassalam javoban mundaq degan: "Iymon degan sening Allohga, uning farishtalariga, uning kitoblariga, uning payg'ambarlariga, oxiratga va yaxshilik va yomonlikning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga qat'iy ishonishingdir." Natunish kishi: "Agar men mushularni qiysam mu'min bo'lamdim" deb so'ragan. Rasululloh alayhissalatu vassalam shundoq deb javob bergan. Natunish odam: "Rost aytding" degan. Ondan natunish odam: "Bana ihsondan xabar bergin" degan. Rasululloh alayhissalatu vassalam javoban mundaq degan: "İhson degan Allohga xuddi Allohni ko'rib turgandek holatda ibodat qilishingdir. Gerçi sen Allohni ko'rolmasangmi, Allah seni hem hiç ko'rib turdi
degan. Notanish odam rost aytding degan. Ondan notanish odam menga qiyomatning qachon bo'ladiganligini aytib bergin degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam javoban so'ralg'uchi so'rg'uchidan olim emas degan. Notanish odam menga uning ba'zi alomatlarini aytib bergin deganda Rasululloh alayhisolatu vassalam javoban didek öz xo'jayinini tuqqanda yalang oyoq, yalang tush, kambag'al podsholar cho'ng binolarni silish bilan faxrlanganda qiyomat yaqinlashgan bo'ladi degan. Bu dialogdan keyin notanish odam hayol shimayla ketib qolgan. Rasululloh alayhisolatu vassalam birdam sukutda turgandan keyin uni menga qaytirib kelinglar degan. Bir qancha sahoba uni izlab chiqib ketgan bo'lsa-mu, hech yerdan topolmagan. Rasululloh alayhisolatu vassalam uzun so'zilgan sukutdan keyin Umar radhiyallohu anhuga "Ey Umar, savol so'rg'uchining kimligini bilamsan?" degan. Umar radhiyallohu anhu Allah ve Allah'ın Resulü texami yaxshi biladi degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam u Jibril bo'ladi. U sizlarga dininglarni o'rgatish uchun kelgan. Shunga uningdan o'rganinglar degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam yana jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, bu mening uni tunji qitim toniy olmay qilishimdir. Men faqat u ketgandan keyin andin uni toniy oldim degan. Bu İmam Buxoriy ve İmam Muslim, Ömer radıyallahu anhu, Abu Hurayra radıyallahu anhu ve başka sahabelerden toplagan hadislerinin cüglanmasıdır. Şeyh Abdurrahman İbn Nasir el-Berrak'nın bu hadisga qilgan şerhidin bazıları tövendikçe. Bu dinning etiqadi ve amel asaslarını bir yerga cüglagan hadisdir. Bu hadisninki faydaları tövendikçe. Vahiyning kelish yo'llaridan biri farishtaning odam shaklida kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan paranglashishidir. Farishtalarning odam shakliga kira oladiganligi, kishining ilmini o'ttirg'i chiqarish va boshqalarning uningdan foydalanishini amalga oshirish uchun olimlar bas o'rinda o'zi biladigan masala haqida ulardan savol so'rashning durustligi. Olimning jahilning jafo va aziyatiga sabr qilishi. Buni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan so'zdan aslida ey Allohning rasuli deb chaqirishi kerak va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga haddidan ziyoda yaqinlashishidan bilalaysiz. Dindagi muhim masalalarga va dinning asosiga ahamiyat berish kerakligi. İmanning va islomning asoslari jihatda hadisdagi rad tartibiga binoan boshlashi. Masalan, eng avval tavhid aqidadagi asoslarni o'rganish. Shuning bilan birga namozni o'rganish qatorliqlarni degandek. Shundaqla eng avval Allohni to'g'ri ravishda tanishga kuchash, ondan farishtalarni, ondan payg'ambarlarni tanishga kuchash degandek. Tavhid aqidada muayyan ul asos hozirlamayla, masalan, tahoratdagi inchki masalalar, haj fiqhi deganga tushib ketmaslik kerak. İman bilan islom birlikda tilga ilinsa, ular orasidagi farq hadisda bayon qilingandekdir. İslam ismining zahiri amallarga, iman ismining qalbdagi e'tiqodga xos ekanligi. Dinning asosining mutlaq ma'noda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shahadati ekanligi. Bu sebeplik bu shahadat kelimesining ma'nosini, talab taqozzosini
Ahli sünnetning mötəbər alimlərinin əsərlərindən ügünüşning zörürlüki. İki şəhadətning bir-biriga bağlanışlıq ekanligi. Bunun asasen bu iki şəhadətning yalğızla biri yeni bir bo'lmagicha sahih, ya'ni to'g'ri bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolaning ibadiyat, ya'ni uluhiyat orqali bir deb e'tiqod qilinishi. Allah'tan başqa barliq ma'budlarning batilligi. İki şəhadətdən keyin musulmonlar uchun farzlarning eng muhimi İslamning rukunlarining, ya'ni asoslarining eng cho'ngi 5 vaqt namozdir. İmanning asoslarının 6 ekanligi. Allah subhanahu va taolaning va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'limdan keyin yuz beradigan ishlar haqidagi bayonlarning hammasiga iymon etish, oxiratga iymon etishning jumlasidandir. Taqdirning yaxshilik va yomonlik turidan bo'lgan barcha ishni o'z ichiga oladiganligi. Bu hadisda dinning darajalari bayon qilingan ve ular tuven mertebeden yuqori mertebege qarab bosqichma-bosqich bayon qilingan. Ya'ni avval islom, ondan iymon, ondan ihson. Bununla binaen her muhsin mu'mindir. Her mu'min musulmandır. Ama bunun aksi undaq emasdir. Yani musulman bo'lganligi kishi mu'min bo'lavermaydi. Mu'min bo'lganligi kishi muhsin, yani Allah'ını ko'rib turgandek ibodat qiladigan ve shundaq yashaydigan taqvo ve salih kishi bo'lolmaydi. Allah subhanahu va taolaning ve Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmasi bo'yicha terishgan taqdirda Allah subhanahu va taala iroda qilsa bo'la oladi. Allah'ını görüşünün ispatı. Bu görüş kıyamette ve cennette müminlerge xasdır. Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünü körüp turduğanlıqını zihnide canlı halet tonuşunun kişini salih amellerini işleşke rıgbetlendirdiğanlıqı. Kıyametinin kaçan boluduğanlıqını fakat Allah subhanahu wa ta'ala bilidi. Allah'ın en hürmetlik periştileri mi, ya ki birer peygamberi mi, kıyametin kaçan boluduğanlıqını bilmeydi. Cibril perişti mi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi, kıyametin kaçan boluduğanlıqını bilmeydi. Kıyametin vaktini Allah subhanahu wa ta'ala'dan başkasının bilmeydiğanlıqıga iman etiş, din cümlesidir. Şundaqla kıyametning alametlerini bilish ve ügünüşmü dinning cümlesidir. Kıyametning yaqinlashganligini bildiradigan alametleri var. Hadisde bu vaqtdagi alametlerden 2 alamet bayon qilingan. Bulardan biri didekning öz xo'jayinini tug'ishi ve bedevi çöl Araplarının egiz binası iliş bilen beslişişi. Bu alamet bedevilerinin köçmellik hayatını taşlap şehirlerge yerleşidiganlıqıdan şundaqla namratlıqdan qutulup bay buludiganlıqı sebeplik meydanga çıkıdı. Esir ve kullarının köpeyişi bilen bir perzent bilmesden anısını kul ornunda sitivilip onun xo'jayini boludu. Mana bu hadisdagi didek öz xo'jayinini tuqqan chaqda jumlasining sharhidir. Elhamdülillah. Yuqorida İmam Nevavi rahimahullahning 40 hadisiga hürmetki sazavar ulamalarımızning bergan sharhlari bilan angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.